Assalomu alaykum aziz obunachilar. USA Ducati mototsikllarimiz tayyor bo'ldi. Bu 8 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan 35 kilo yuk ko'tara oladi. Mana oldida bir ko'rinishlari, ikkita svetlari ham yonadi, o'rtada ham glavniy svetlari yonadi. Oldilari karboniy qilib ishlangan. Mana oldida bir ko'rinishlari, chiroyli moshina qilib ishlangan. Mana yon ko'rinishlari. Hop, balonlarga kelsak, 3 ta balonlar rezning yumshoq balon, yurganda ozar chiqmaydi. Orqa balonlarda ikkita motorchilar bo'ladi, orqa balonlar tortadi. Mana yon ko'rinishlari, bu yerda kolonkalar bo'ladi, bu yerda svetlar yonib turadi, zaryad qiladigan joylari va tormoz xaloslovchi sistemalari bo'ladi. Mana yon ko'rinishi va orqa ko'rinishini ham ko'rsatib o'taman. Orqa ko'rinishlari ham chiroyli qilib ishlangan. Ularni bu yerda svetlar yonida ikkita tarafda, motorchilar ikkita tarafda bo'ladi, orqa balonlar tortadi. Mana orqa abrisovka ko'rinishi. Bu yerda karboniy qilingan materialli sidinalar bo'ladi. 8 yoshgacha bola o'tirsa bo'ladi, ikkita tarafga oyoq qo'yib olishsa bo'ladi. Hop, bu yerda karotka perdachiklari, old-orqa yurishlari, multimedia sistemasi, flash ham qo'yishsa bo'ladi, signallargacha bor. Mototsikl yoqib o'chirishlari, tablolargacha ishlaydi. Aylantirganda mana tablodan ko'rsatadi, zaryadkalargacha ko'rsatadi. Mana ikkita tarafda bokovli qilib ishlangan, gazlari qo'lloq bo'ladi, xuddi motosikldagi. Mana hozir yoqib o'chiramiz. Mototsiklimiz tayyor bo'ldi. Rahmat.